Hozir sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan bir nechta videolarni tomosha qilamiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Gold Shahzodni akasi Abdumalik tojik bola Fazliddinga visp tashladi. Gold ukam bilan erka bilan urushadi, man san bilan urushaman, bitta kartda jang qilamiz dedi. Aktagon liga bilan gaplashibdi, jang aniq bo'ldi. Mandan kaltakni yeysan, keyin osh yeysan deb masxara qildi. Bu jangga fikringiz qanday, kimni quli baland keladi? Izohingizni yozib qoldiring. Video uchun bir donadan like bosib qo'ying. Inshaalloh tayoq deysan, keyin osh deysan. Mana o'zbekskiy osh deysan keyin. Абдумалик меня конкретно избегает, не хочет со мной драться, просит там завышенные вообще гонорары, в 10 раз больше, чем он получает, поэтому... Aktagonni erkatoyi yana video qilib chiqibsan. Aktagonni o'zi olib qochyapti-ki, mendan sani. O'zi aytdiki, martga urushtiraman. Gold ukam bilan erki bularni, keyin ikkimizni boyimizni hammalaringizni bitta kartga qilaman deb aytdiki, yana nima video qilasan, baltamatsa qilyapsan. Nada bu kallang tushiraverama. Sen tayyorgarligingni ko'r, yaxshilab boks qil. Keyin inshaalloh solishamiz, dastoyni urishamiz. Ganalar temasiga gapiryapsan. Kulachga o'tib ketdi. Kulachga aqlingga sig'mayotgan ganalar pulni beryapti. Tushunyapsanmi? Sen nima qilasan? Mutut qilib video qilma, baltavatsa qilma. Kelasa, men O'zbekiston uchun sen bepul urib qo'yaman. Tushunyapsanmi? O'zbekiston uchun bepul uraman. Yaxshi tayyorgarligingni ko'r. Inshaalloh tayoq deysan, keyin osh deysan. Mana o'zbekskiy osh deysan keyin. Tushunyapsanmi? Tayoq deysan, o'zbekskiy osh deysan keyin. O'zim mehmon qilaman. Davay, mujiklar shu videoni ana shu bolaga tayyorlab qo'yinglar. Fazliddin, yaxshilab tayyorgarligini ko'r, boy bo'ladi. Liga bilan gaplashdim, liga aytdi, Gold ukam bilan erki bularni, sen bilan meni boyimizni bitta kartga tashkil qilmoqchi. Ta'kidda yaxshilab tayyorgarligini ko'r. Dastoyni holli jang qilaylik, muxlislar. Bizani boyni butun esenga, butun xalq hisobdi. Holli boy qilaylik, dastoyni boy qilaylik. Ta'kidda boks qilgan. Друзья мои, всем ассаламу алейкум. Смотрите, кого я встретил в спортзале. Неожиданно и приятно. Да. Я ему говорю, бой бери, дайте мне Абдумалика. Он говорит, Абдумалик меня избегает. Jang berili. Да. В общем, Абдумалик меня конкретно избегает, не хочет со мной драться. Просит там завышенные вообще гонорары, в 10 раз больше, чем он получает, поэтому сами делайте свои выводы. Abdumalik izbiga. Mana do'stlar, videoni birgalikda tomosha qildik. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Siz qanday fikrdasiz?